Nevroz, qo'rquv, vahima, xavotir, ichki bezovtalanish klasterini bu 9-mavzusi bo'ladi. Bugungi mavzuda nevroz qanaqa qilib inson ichida yashaydi? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Avvalambor inson ichida nevroz yashashdan oldin inson o'zi bilmagan holda o'z nevrozini hayotini bo'lagiga aylantirib oladi. Ya'ni u bilan maslahatlashishni boshlaydi. Bir joyga borsa, nimadir ish qilsa, nimadir bo'lib qolmasmikin, vahima holati bo'lmasmikin, qo'rquv boshlanib qolmasmikin, bir joyga borsam yomon bo'lib qolmasmikinman, yoki uyga yetib kela olmasligim mumkin, yoki ko'chada o'lib qolishim mumkin, yoki tanadagi bo'layotgan kichkina o'zgarishi ham qanaqadir og'ir kasallikni boshlanishi bo'lishi mumkin, yoki mana bunaqa bo'lsachi, yomon kasal bo'lsachi va hokazo qo'rquvlar bilan o'z nevrozimizni hayotimizni bir bo'lagiga aylantirib, u bilan maslahatlashib, unga quloq solib yuradigan bo'lib qolamiz. Mana shundan keyin nevroz o'z ta'sirini o'tkazishda davom etadi va nevroz biza bilan yashashda, ya'ni ichimizda yashashda davom etadi.